ana xunuk gap bo'lsa ham aytaman, bizani o'zbeklarda mana shuncha qolgan boyligim kimga qolib ketadi? Qarindoshim bo'lsa o'zimni tushunadi, qarindoshim bo'lsa ko'taradi xarakterimni degan nimalar borda, lekin noto'g'ri narsa. Mana shu DNK judayam mana qarindoshlar bir-biriga o'xshashi uchrab qoladi. Ana o'shaning uchun to'y qilgan odamlar aziyat chekmaydi-da, eng yomoni farzandlar aziyat chekadi. Ota-ona ularni ko'rib, mana o'shaning uchun mana ikkita bola hozir shunaqa holatda bo'ldi. Endi bo'larish bu bo'ldi. Nima uchun mana shu qadimda tarixdan nima qilsak, mana o'zimizning Xorazmliklarni chiroyli. Chunki ular boshqa davlatdan kanizaklar olib kelishgan. Nimaga shunaqa qilgan? Birinchidan, tug'iladigan avlod DNKni yangilash maqsadida sog'lom bo'lishi uchun, umuman hattoki shu o'zini qavmidan qilmagan shu narsani chetdan olib kelyapti. Chiroyli bo'lishi uchun. Ana shu DNKni takrorlanmasligi uchun, avlodi sog'lom bo'lishi uchun mana shunaqa yo'l tutgan o'shalar. Burungi zamonda odamlar aqlli bo'lgan, o'sha paytda genetika degan narsalar bo'lmagan, tushunmagan odamlar uni. Hozir tushunib turib shu xatoni takrorlaydi. Hozir o'sha mikroskopiyya tashxisi ona qornida payti qo'yiladimi? Qo'yiladi. Mana o'tgan kuni ham bitta patsient keldi, qo'yildi. Skriningda qo'yiladi. Undan keyin bo'lgan travmadan deyishdi. Yo'q, u boshqa narsa. Mikrosefaliya degani demak kichkina, mikro degani miyasi kichkina degani. Endi uni ona qornidalik paytida 16 haftagacha rivojlanadi organlari. Ana o'shaning uchun 16 haftada bitta skrining, 21 haftada to'liq rivojlanishi to'xtaydi. U yog'iga faqat hajm qo'shib ketadi. O'shaning uchun 21 haftada oxirgi skrining o'tkaziladi hammada. Endi bironta nuqson aniqlanib qoldimi, bitta emas, 3 ta joyda tekshiriladi. Masalan, ikkitasi bir xil tashxis qo'yib, diagnostikada, o'shaning uchun aytaman-da, diagnostikaga ishonmayman deb. Bittasi bir xil tashxis qo'yib, ikkitasi bir xil qo'yib, bittasi boshqacha tashxis qo'ysa, ana shu ikkita tashxis qabul qilinadi. Vrach shuni qabul qiladi. Ona qornida sog'lom bo'lgan, lekin tug'ilish vaqti unaqa bo'lmaydi. Yo'q unaqa narsa. Mana kecha ham aniqlab berdik bittasida. 19 haftalik. U ham hamma joyga borgan, bilmagan shu narsani. Shu yerda mana aniqladi, keyin davlat skriningga jo'natdik, u yoqda tasdiqlandi, уже poliklinikadan направление olasiz, shu искусственный род qilib